قد كفاني علم ربي من سؤالي واختياري فدعائي وابتهالي. Assalamu alaykum savoqdoshlar. Hozir biz 3-darsni o'qiymiz. Endi bugungi darsimizda o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, birinchi qilib ismot tafdil, ya'ni oshir musbatni o'rgatmoqchi. Ismot tafdil degan, ya'ni oshir musbat degan nima deganda, bu bir sifatda o'rtaq bo'lgan ikki ismni bildirib, shu ikki ismninki shu sifatda biriga qaraganda yana birininki ortiqroq ekanligini ifodalash uchun keladi. Masalan, Hashim tawilun, Hashim igiz. Ve Hamid atvalu minhu. Ve Hamid onundan qandaroq izroq. Demek bu yerda bu atvalu degan ismot tafdil bo'ladi. Ya'ni Hashim igiz, Hamid mi igiz? Lekin Hamid igizlik degan mushu sifatda Hashimga qaraganda qandaroq texim ortiqroq, ya'ni igizroq. Demek bir sifatda o'rtaq bo'lgan ikki ismni bildirib, shu ikki ismninki shu sifatda birining yana biriga qaraganda texim ortiqroq ekanligini ifodalash uchun keladi deymiz. Bunun ölçümü meyli erlik olsun, meyli ayollik olsun, ef'alu şekilde keladi. Mesela Aminatu sagiratun. Amina kichik. Ve Zeynep asgaru minha. Ve Zeynep onundan qandaroq kichikroq. Demek bu kichik degan sifatda Zeynep bilan Amina o'rtaq. Lekin Zeynep Amindan qandaroq kichiklikda texmi ko'proq. Shuning uchun bu yerda bu o'rtaq bo'lgan sifatda biridan yana birini ham ziyoda qilmoqchi bo'lsak, ismot tafdil af'alu o'lchimida asgharun eklamiz. Mana biz buni oshir sifat, ya'ni ismot tafdil deb ataymiz. Ikkinchi o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, lakinna. Ya'ni bu uyg'ur tilimizdagi lekin degan gap. Endi bu biz ilgirki darsimizda harf mushabbihatun bil fi'l deb inni bilan la'allani o'rgangan. Yani bu her qandaq mubtada xabarlik jumlaning beshiga kirib, mubtadani o'zining ismisi qilib zavar qiladi, xabarni o'zining xabar qilib pash qiladi degan. Mushu lakinna dal shuning qatoridagi ism. Harf. Harf. Shuning uchun biz buni deymiz, harfun mushabbihatun bil fi'l deb ataymiz. Fi'lga o'xshab ketadigan nima? Harf. Bu inining qarindoshlari qatoridan. Masalan, at-tullabu kathirun, al-faslu saghirun. O'quvchilar ko'p. Endi sinf qandan kichik. Endi buni lakinni qo'shib ishlatsak, at-tullabu kathirun, lakinnal fasla saghirun. O'quvchilar ko'p, lekin sinf qanda kichik. Qaraydigan bo'lsak, al-faslu saghirun bu yerda al-faslu mubtada, saghirunchu xabar. Endi lakinining kirishi bilan bu mubtada lakinining ismisi bo'lib zavar qilindi, saghirun bu lakinining xabari bo'lib pashq bo'ldi. لكن الفصل صغير. حامد مجتهد صديقه كسلان. حامد مجتهد لكن صديقه كسلان. حامد مجتهد لكن onun dostu hurun. Lakin'nin kirişi bilen sadiqahu, yani lakin'nin ismi soğan sadiqine mi qildi? Zivar qildi. Muhammed tavilun, Hamidun qasirun. Muhammed qanda igiz, Hamid paka. Endi bunun lakinni qo'shib ishlatsak, Muhammedun tavilun, lakinna Hamidan qasirun bo'ladi. Ya'ni Hamid lakinning nimasi bo'ladi? Ismisi bo'lib zivar qiladi. Aminatun mujtahidatun ukhtuha kasla deydi. Amina tirishchan, lakinna ukhtaha kasla. Qarang, lakin ukhtaha bo'ladi. Zivar qiladi. Lakinning nimasi bo'lib? Ismisi bo'lib. Xo'sh, unda bo'lsa üçüncü qilib o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda, ka'anna. Bu shu lakinniga o'xshashlar harf mushabbihatun bil fi'l. Ya'ni inning qarindoshlari. Ya'ni mubtada xabarlik jumlaning beshiga kelib, mubtadani o'zining ismisi qilib zavar qiladi, xabarni o'zining xabar qilib pash qiladi. Masalan, man hadal fata. Bu yigit kim? Endi ka'anning ma'nosi xuddi degan gap, ha? Ka'annahu akhuk. Xuddi u sizning qarindoshingiz. Bu yigit kim? Xuddi u sizning qarindoshingizdek. Qaraydigan bo'lsak, asli huwa akhuk aslamahu. Ka'anning kirishi bilan ka'annahu akhuk bo'ldi. Demak, bu yerda hu ka'anning nimasi bo'ldi? Ismisi bo'ldi. Akhuk ka'anning nimasi bo'ldi? Xabar bo'ldi.
Men hadihi tifla, bu bola kim? Kaannaha uxtuk. Asli huwa uxtuk asli. Kaanning kirishlar nima bo'ldi? Hiya uxtuk. Kaanning kirishlar kaannaha uxtuk. Ya'ni xuddi u sizning qiz qarindishingizdek. Bu yerda ha anninki kaanninki nima bo'ldi? Ismi bo'ldi. Uxtuk kaanninki xabar bo'ldi. Endi o'rgatmoqchi bo'lgan mazmun nima deganda biz birinchi qism kitobimizda 1dan tortib 10 qadar sanashni o'rgangan. Endi biz bugun 11dan tortib 20 qadar sanashni o'rganamiz. Xo'sh, unda bo'lsa biz 1dan tortib 10 qadar bo'lgan sanashni qisqacha bir eslab o'taylik. Bir kitob demoqchi bo'lsak, kitobun vahidun deymiz. Ikki kitob demoqchi bo'lsak, kitoban ithnani deymiz. Ya'ni vahidun mu'aylik kitob aylik bo'lg'achqa, ithnan mu'aylik kitob qanday bo'lg'achqa aylik keldi. Demak, 1 2 da qanday keladi? Mas holatda aylik keladi. Endi bir qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, talibatun wahidatun. Wahidatun qanday keldi? Ayollik. Ikki qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, talibatan ithnatan. Ya'ni ithnatan mu ayollik keldi, talibatun ayollik bo'lganlik uchun. Endi 3dan tortib 10 qadar qanday bo'ladi deganda, sanalg'uvchi erlik bo'lsa san ayollik, sanalg'uvchi ayollik bo'lsa san erlik keladi. Masalan, 3 kitob demoqchi bo'lsak, thalathatu kutubin deymiz. Ya'ni thalathatu deb qanday shaklda keladi? Ta bilan ayollik shaklda keladi. Qanimishqa kitob, ya'ni kutub qanday bo'lg'achqa? Erlik bo'lg'achqa. Endi 3 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, masalan, sanamoqchi bo'lgan narsa bo'lsa, ayollik bo'lsa. Masalan, nima deymiz? Thalathu talibatin deymiz. Ya'ni talibat ayollik bo'lg'achqa, qiz o'quvchilar bo'lg'achqa, thalathu deb qanday keladi? Erlik keladi. Demak, 1dan tortib 10 qadar bo'lgan sonlarda 1 2 da mas holatda keladi, 3dan tortib 10 qadar sanalg'uvchi erlik bo'lsa, san ayollik, sanalg'uvchi ayollik bo'lsa, san erlik keladi degan. Endi 11dan tortib 13 20 qadar qanday bo'ladi? 11dan tortib 20 qadar 11 12 da 11 12 da xuddi 1 2 ga o'xshash mas holatda keladi. Mas holatda. Birlar xonasimi mas holatda, ular xonasimi-chi mas holatda. Masalan, 11 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak, ahada ashara taliban deymiz. Talib o'g'il o'quvchi. Ahadam aylik shaklda keldi, asharamu aylik shaklda keldi. 12 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, ithna ashara taliban. Ithnamu aylik shaklda keldi, asharamu-chi aylik shaklda keldi. Endi 13dan tortib 20 ga qadar sanamoqchi bo'lgan narsa o'g'il bo'lsa, taliban deganga o'xshash. Sonninki birlar xonasi aks keladi. Xuddi biz 3dan tortib 10 qadar o'rganganga o'xshash. Ya'ni birlar xonasi qarama-qarshi holatda keladi, o'g'illar xonasi mas holatda keladi. Masalan, 13 taliban deymiz. 13 taliban. 13 o'g'il o'quvchi. Bu sanalg'uvchi birlik kelib zivor holatda keladi. Birlik zivor holatda keladi. 13 taliban. Qarayli, birlar xonasi deganimiz mana 1dan tortib qanchagacha 10gacha bo'lgan sonlar. 3 ayollik tavran keldi. Nima uchun? Er bo'lganlik uchun. 10 mas holatda keladi. Demak, 20 ga qadar sonlarninki 13dan tortib 20 qadar birlar xonasi qarama-qarshi aksicha holatda keladi. O'g'illar xonasi sanalg'uvchiga mas holatda, ya'ni erlik bo'lsa erlik, ayollik bo'lsa ayollik keladi deymiz. Masalan, 13 taliban, 14 taliban, 15 taliban, 16 taliban, 17 taliban, 18 taliban, 19 taliban, 20 taliban. Ama 20 bu o'zgarmay bir xil holat keladi. Ayollik bo'lsa, masalan, 20 talibatan, qiz o'quvchi bo'lib qolsa-mu 20 talibatan deb keladi. Xo'sh, endi sizlar buni tushungan bo'lsanglar, buningki ayollik shaklini ishlash shunga nihoyat oson. Ya'ni 11 12 da ayollik bo'lsa, birlar ham o'nlar xonasi ayollik keladi. Masalan, 11 qiz o'quvchi masoqsini deymiz. 11 talibatan. Ya'ni ahadani ayollik nima? 11 talibatan.
Ya'ni asharatada bu taqana keladi, ta bilan keladi. Ashrata talibatan. 12 demoqchi bo'lsak-chi, ithnata ashrata talibatan. Endi 13 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, dal aksicha. Sanamoqchi bo'lganimiz qiz o'quvchi bo'lgan ekan, buning birlar xonasi erlik, o'nlar xonasi ayollik mas holatda keladi. Masalan, 13 qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, thalatha ashrata talibatan. 14 demoqchi bo'lsak, arba'a ashrata talibatan. Khamsa ashrata talibatan. Sitta ashrata talibatan. Sab'a ashrata talibatan. ثمانية عشرة طالبة 19 طالبة 20 طالبة mana bu shunga o'xshash. Endi o'rgatmoqchi bo'lgan yana bir mazmun nima deganda biz sanoq sonlarni o'rgandik. Ya'ni biz birinchi qismda o'rganganimiz va hozir o'rganganimizmi bir hammasini sanoq son. Endi o'rganganimiz darajat son. Darajat son deganimiz birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi deganga o'xshash darajasi. Xo'sh, bir eskartib qo'ydigan bir masala, sanoq sonlarda 1 dan tortib 10 qadar bu, masalan, 3 o'g'il o'quvchi demoqchi bo'lsak, thalathatu tullabin deb keladi. Ya'ni bu birikmani biz mudofun ilaylik birikma deb atsak bo'ladi. Ya'ni thalathatu mudof, tullabunchu mudofun ilay. Shunga zarur qiladi. Endi buningdan nima bo'ladi degan chaqda sifat mavsufliq birkim bo'ladi. Ya'ni sanalg'uvchi pashshu qilsa, sanmi pashshu qiladi. Shuni bilib olsak bo'ladi. Xo'sh, endi bu darajat sanni qanday sanaymiz? Buning shakli qanday deganda, buni o'xshamaydigan tarafi biz sanoq sonda sanalg'uvchini sonning keyinini kelamiz. Ammo bu darajat sonda sanalg'uvchi nada keladi? 5 da keladi. Masalan, birinchi dars ad-darsul awwal. İkinci ders ad-darsu thani. Yani al-awwal birinci, al-thani ikinci, al-thalith üçüncü, al-rabi' dördüncü, al-khamis beşinci, al-sadis altıncı, al-sabi' yedinci, al-thamin sekizinci, al-tasi' dokuzuncu, al-ashir onuncu. Xo'sh. Endi qaraydigan bo'lsak, bu yuqorqi hammasi erlik shakldagi ismlarni sanash shakli, daraja sonning. Endi bu ayollik bo'lib qolsa desa, bu nayt asan. Hammasining oxiriga bir tal kichik tani qo'ysak bo'ladi. Masalan, birinchi o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi. Endi bu birining faqat o'xshamaydi va biriningki bu oxiriga tani qo'shmaymiz. Bu mustasno ahvol. Ya'ni buning birinchi qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak, buning ula chiqadi. Ula, al-awwalning bir ayollik nima? Ula. Shunga birinchi qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak nima deymiz? Talibatul ula deymiz. Endi qolganning hammasi shu qoidaga tushadi. Ya'ni oxiriga kichik tani qo'shamiz. Ikkinchi qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, talibatu thaniyatu. Uchinchi qiz o'quvchi demoqchi bo'lsak-chi, at-talibatu thalithatu. To'rtinchi qiz o'quvchi at-talibatu rabi'atu. Beshinchi qiz o'quvchi at-talibatu khamisatu. At-talibatu sadisatu. At-talibatu sabi'atu. الطالبة الثامنة الطالبة التاسعة الطالبة العاشرة. Mana bu shunga o'xshash. Bu sanoq sonlarga nurg'un jihatlarda o'xshamaydi. Men dedim, bu sifat mavsufliq birikmadi. Unda bo'lgan ekan bu sanalg'uvchiga, ya'ni 5ligiga ergishadi. Bu pash bo'lsa pash bo'ladi, erlik bo'lsa erlik bo'ladi, ayollik bo'lsa ayollik bo'ladi. Bunda qarshi kelish degan narsa bo'lmaydi. Bu mas holatda, daraja sonlarda mas holatda keladi. Oxirida o'rgatmoqchi bo'lgan bir mazmun nima deganda, endi bulutsiz shaklda so'g'an savolga qanday javob beramiz? Masalan, siz o'quvchi shunday emasmi? Mushkil shakldagi savolga. Shunday emasmi dedim. Na'am, shunday desak, emas deb jumlaning shu nafiy so'lgan savolni, ya'ni bulutsiz shaklda so'lgan savolni bulutsiz shaklga o'zgartirdi. Buning uchun nima deymiz? La desak bo'lmaydi. Buningga berilgan ayrim javob bor. O qaysi? Bala. Ya'ni sizning deganingizdek degan gap. Masalan, anta minal Hind, siz Hindistondan. Alaysa kadalik? Shunda emasmi? Ha, men Hindistondan demoqchi bo'lsak nima deymiz? Bala deymiz. Ha. Ya'ni yaqay. Men nadan? Hindistondan. Alaysa kadalik? Unda emasmi? Anta mariz, siz kasal. Alaysa kadalik? Siz kasal. Shunda emasmi? Ha, men kasal demoqchi bo'lsak, bulush shaklda javob olmasak nima deymiz? Bala.
Yaqay, men nima? Kesel. Aldı bilan biz yangi so'zlarni o'qitaylik. El-kelimatul jadida, yangi so'zlar. Mahja'un, yataq. Bu qanday yataq? Bu maktab yataqini ko'rsatadi. O'ylaning emas, maktab yataqini ko'rsatadi. Mahaji' yataqlar. Kawkab, yulduz. Wasi'un, kengri, azada. Fariqun, grupa. Furaqa, gruplar, firqalar. Shaqiqun, bir tuqqan. Axun bilan shaqiqunning farqi, axun bir tuqqanga mang'udu, diniy qarindoshga mang'udu. Bizning uyg'ur tilimizdagi qarindishim degan gap kimcha ishlatiladi. Ammo shaqiqun faqat ona bir va dada bir, qizil bir tuqqanga ishlatiladi. Ashiqqa bir tuqqanlar. Thamanun, pul va baho degan ma'nosi az ishlatiladi. Pul. Alimun, alim. Shahirun, dangliq, mashhur. Shahrun, ay. Ko'pligi shuhurun, ashhur. Ikki xil shaklda ko'plik qilinadi. La'ibun, futbolchi. La'ibuna, futbolchilar. Fil manami, uyquda, tushida. Uyquda va tushida. Ikki xil ma'nosi bor. Al-Azhar, Azhar. Ya'ni bu Azhar universitetini ko'rsatadi. Unda bo'lsa biz darsimizning tekstini o'qiylik. Ad-darsu thalithu, 3-dars. Bu Ahmad bilan Alining o'rtasidagi dialog. Kam taliban fi faslikum ya Ali? Ey Ali, sinfingizda qancha o'quvchi bor? Fi faslina 14 taliban. Sinfimizda 14 o'g'il o'quvchi bor. Qaranglar, o'g'il o'quvchi bo'lgan ekan, buning birlar xonasi qarama-qarshi holatda, o'g'illar xonasi mas holatda keladi. At-tullabu fi faslina akthar. O'quvchilar bizning sinfimizda akthar, ya'ni af'al o'lchimida keldi, ya'ni ismut tafdil. Bizning sinfimizda ko'proq. Fihi 19 taliban. Uningda 19 o'g'il o'quvchi bor. Ya Ali, masmut talibul jadid allazi jaa ams. Ey Ali, amsi tunugun jaa keldi, allazi g'anqan. Tunugun kelgan yangi o'quvchining ismi nima? Ismuhu Usama. Uning ismi Usama. Huwa tawilun jiddan, alaysa kadhalik? U bek igiz. Shundaq emasmi? Bala. Shundaq. Huwa tawilun jiddan. U bek igiz. Walakinna Hamidan atwalu minhu. Lakin Hamid uningdan igizroq. Atwal, ismu tafdil. Innahu atwalu talibin fi faslina. O sinfimizdagi o'quvchining eng igizi deydi. Igizroqi. Ya'ni sinfimizdagi eng igiz o'quvchi deymiz. Atwal, bu ismu tafdil. Wa man atwalu talibin fi faslikum? Sinfingizda o'quvchining eng igizi kim? Ya'ni buni biz sinfinglardagi eng igiz o'quvchi kim deb tarjima qilamiz. Atwal, igizroq. Atwalu talibin fi faslina Ibrahim. Sinfimizdagi eng igiz o'quvchi Ibrahim. Adaftaruka hada ya Ahmad? Ahmad, bu daftaringizmi? Inna khattaka jamilun jiddan. Haqiqatan xatingiz bak chiroyli ekan. Mashaalloh. Shukran ya Ali. Rahmat ya Ali. Khatti jamilun wa khattuka ajmal. Xatim chiroyli. Wa khattuka ajmal. Va sizning xatingiz texim chiroyli. Ya'ni ismu tafdil ajmal af'al o'lchimida. Buningga teximu bakroq degan ma'noni qo'shib qilamiz, Man hada al-fata allazi ma'aka ya Ahmad? Ka'annahu akhuk. Ey Ahmad, siz bilan bilib bo'lgan bu yigit kim? Ka'annahu akhuk. Xuddi u sizning qarindishingizdek. Naam, huwa akhi shaqiq. Shundaq, u mening bir tuqqan qarindishim. Akbaru minka huwa am asghar? U sizdan cho'ngroqmi
yoki kichikrakmi? Akbar, asghar. Hammasi ismut tafdil shakli. Huwa asgharu minni. O mendan qanda kichikrak. Fi ayyi mahja'in anta ya akhi? Qarindishim, siz qaysi yataqda? Ana fil mahja'il khamis. Men 5-ci yataqda. Al-khamis deyirsən. 5-ci yataqda. Huwa ba'idun jiddan anil madrasa. O məktəbdən bək yiraq. Cidden bək. Ana fil mahja'i thamin. Men 8-ci yataqda. Ve huve ab'adu min mahja'ikum. O sizlarning yatağınlardan yiraqroq. Yani texmi qanda yiraq. Ayyuhuma ahsan. O ikkisining qaysi yaxshi? Ayyu degan qaysi? Huma bo'lsa ikkisi. Yani o ikkisining ayyu qaysi ahsan yaxshiroq. Al-mahja'ul khamis ahsan. 5-ci yataq texmi yaxshi. Fa inna ghurafahu awsa'. Çünki onun yataqları awsa', yani af'al ölçümüdə. Texmi qanda kənarraq. Ve nawafizahu akbar. Ve onun dərizləri çoğunraq. Ve marahidahu anzaf. Ve onun uburunu, suxanları pakizraq. Ve sururallati fihi ecmel. Ve onun diki karvatlar çıraylıqraq. Demek ismut tafdilninki misallarını ayet köp çıktı. Sizler bunu tekstini qayt okuş jarayonida bir mulohaza qilib chiqsanglar bo'ladi. Shunda bo'lsa biz ko'nikmak kelaylik. Tamarin ko'nikmalar. Birinchisi ajib anil as'ilatil atiya. Tuandagi savollarga javob bering deydi. Buni sizlar tekstga asosan javob bersizlar. Ya'ni kam taliban fi fasl Ahmad. Ahmadning sinfida qancha o'g'il o'quvchi bor? Bu tekstda chiqdi. Sizlar arabcha bunga daftaringizga yozib javob bersizlar. Kam taliban fi fasl Ali. Alining sinfida qancha o'g'il o'quvchi bor? Bu shunga o'xshash. Ikkinchisi ضع هذه العلامة الصحيحة أمام الجمل الصحيحة وهذه العلامة خطأ أمام الجمل التي ليست صحيحة. Bu belgeni, yani doğru belgesini doğru cümlenin aldığı ve bu belgeni, hata belgesini doğru emas cümlenin aldığı kuyuğundaydı. Hoş. Onda bolsa bunu mesela tekstga asasen cevap versizlar. Yani tekstga mas holat kelgan bolsa, tekstga doğru holat kelgan bolsa, doğru belgesini qo'ysizlar. Xato kelib qolgan bo'lsa xato belgisini qo'yishlar. Masalan, at-talibul jadidu allazi jaa amsi ismuhu Usama deydi. Tunugun kelgan yangi o'quvchining ismi Usama deydi. To'g'rimi xato? Tekstda chiqdi, ha. Hamidun fi fasli Ahmad. Hamid Ahmadning sinfida. To'g'rimi xato? Al-mahja'u thamin ghurafuhu awsa' deydi. 8-yataq, uning yataqlari qanda kengrak deydi. To'g'rimi xato? 5-si al-mahja'u thamin ab'adu min mahja'il khamis deydi. 8-yataq 5-yataqdan texmi yiroq deydi. To'g'rimi xato? Bu siz tekstni pishib o'qib bo'lgandan keyin sizlarga oydinlashadi. 3-si iqra'il amfilatal atiya li ismi tafdil deydi. Ismi tafdilning tuandagi misollarini o'qing deydi. Qarab boqadigan bo'lsak, Hashimun tawilun va Hamidun atwal minhu. Hashim egiz va Hamid uningdan qanda texmi egiz. Ya'ni ismut tafdil. Hani yana takrorlab o'tsak, ismut tafdil deganimiz bir sifatda o'rtaq ikki ismni bildirib, shu ikki ismninki shu sifatda birining yana biri qaraganda texmi ziyoda ekanligini bildirish uchun keladigan ism deymiz. Masalan, Amina sag'iratun va Zaynab asgharu minha. Amina kichik, Zaynab uningdan qanda texmi kichik. Masalan, birinchisi qaraylik, hadal kitob ashalu min zak. Bu kitob onundan texmi asan. Hadihi sayyara ajmalu min tilka. Bu mashina onundan texmi chiroyli. Hamza akbaru minni sinnan. Hamza mendan sinnan yosh jihatda qanda cho'ngroq. Haula'i tullabu ahsanu min ulaika. Bu o'quvchilar avloddan yaxshiroq. Xo'sh, endi qolganning tarjimasini o'zingizlar ishlaysizlar. 4-si kawwin jumalan min al-kalimat al-atiya musta'milan ism at-tafdil deydi. Ism at-tafdilni ishlatgan holda tuandagi so'zlardan jumla tuzang deydi. Qaranglar. Hashim tawil Osman depadi. Endi Hashim egiz, Osman uningdan egiz demak bo'lsak nima deymiz? Hashim tawil va Osman atwalu minhu
deb tuzimiz. Yoki Hashim atvalu min Uthman desakmi shu bo'ladi. Ikkinchisi qarang. Nima deymiz? Buningga shu o'tirib kelgan sifatlarningki ism tafzil shaklida kelamiz. Hammasi af'al o'lchimida keladi. Masalan, tawilning atval, kabirning akbar, nazifning anzaf, sahlunning ashal. Qaranglar. Al-Qahiratu kabirun ar-Riyaz deydi. Qahira Riyazdan cho'ng demak bo'lsak nima deymiz? Al-Qahiratu akbaru min ar-Riyaz. Hada al-funduq nazif dak deydi. Bu mehmonxona onundan pokizroq demak bo'lsak nima deymiz? Hada al-funduq anzafu min zaka. Xo'sh. Endi qolganini o'zinglar ishlab boqinglar. Buni ism tafzil shaklida deb beray. Kabirun akbar, sag'irun asghar, kathirun akthar, hasanun ahsan, rakhisun arkhas, ba'idun ab'adu. Beshinchisi iqra'il amfila. Tuvandagi misollarni o'qing. Thumma hawwilil jumalil atiya ala ghirariha musta'milan ismut tafdil deydi. Misolni o'qing. Ondan keyin ismut tafdilni ishlatgan holda shu bo'yicha tuvandagi jumlani o'zgarting deydi. Muhammadun talibun hasan. Muhammad yaxshi o'quvchi. Xo'sh, endi buning misoli qanday bo'ladi? Muhammad ahsanu talibun fil fasli. Muhammad sinfdagi eng yaxshi o'quvchi. O'quvchining yaxshisi, ya'ni eng yaxshi o'quvchi. Hada baytun jamilun. Bu chiroyli. Endi hada ajmalu baytun fi shari'a. Bu yo'ldagi eng chiroyli uy. Aminatu talibatun saghiratun. Aminatu asgharu talibatun fil madrasa. Amina maktabdagi eng kichik o'quvchi. Endi ish mashq qilsak, hadihi g'urfatun saghiratun. Bu kichik yotoq deydi. Endi baytina nima deydi? Fi baytina. Endi bu uyimizdagi eng kichik yotoq demak bo'lsak nima deymiz? Hadihi asgharu g'urfatin fi baytina deymiz. Ikkinchisi qaranglar. Bilalun jarun hasanun. Bilal yaxshi qo'shni deydi. Endi fi hayyina nima deydi? Endi Bilal bizning mahallamizdagi eng yaxshi qo'shni demak bo'lsak nima deymiz? Bilalun ahsanu jarin fi hayyina deymiz. Ya'ni Bilal ahsanu jarin fi hayyina. Bilal bizning mahallamizdagi eng yaxshi qo'shni. Yasir rajulun faqir. Yasir kambag'al odam. Nadiki fi qaryatina bizning yezimizdagi. Endi Yasir bizning yezimizdagi eng faqir odam demak bo'lsak nima deymiz? Yasir afqaru rajulin fi qaryatina deymiz. Xo'sh, endi qolganini o'zinglar ishlaysizlar. Oltinchisi iqro'il misalayn. Ikki misolni o'qing. Bizga ikki misol berdi. Thumma irbit andin keyin bog'lang. Hamma ikki jumlaning o'ttirisini tuvandagi lakinni ishlatgan holda. Va alam va biling jazman lakinna inining qarindoshlarining qatoridan deydi. Xo'sh. Inining qarindoshlari qatoridan bo'lsa bu nima bo'ladi? Bu ismisini zavar qiladi. Masalan, at-tullabu kathirun, al-faslu saghirun. Endi buni o'tizqa ikkisi hozir buning mustaqil jumla. Endi bu ikki jumlani biz bir jumla qilish uchun o'tirg'a bir bog'lancha qilishimiz kerak. Qaysi bog'lanchani qilamiz? Lakinni qilamiz. Ya'ni at-tullabu kathirun lakinnal fasla saghirun bo'ladi. O'quvchilar ko'p, lekin sinf kichik. Demak, bu yerdagi lekin degan ma'nosi bor. Bu aslidagi mustaqil jumladagi vaqtdagi mubtadoni o'zining ismisi qilib zavar qildi. Saghirun o'zining o lakinining xabari bu pash bo'ldi deymiz. Hamidun mujtahidun sadiquhu kaslanu. Hamid mujtahid, uning do'sti Hurun. Bu yerda bu ikkisi ayrim mustaqil jumla. Ikkisini bir jumla qilish uchun o'tirg'a bir lakindan iborat bir bog'liqchini kiramiz. Hamidun mujtahidun lakinna sadiqahu kaslanu bo'ladi. Xo'sh, endi Muhammad tawilun, Hamidun qasirun. Muhammad igiz, Hamid paka. İkisi mustaqil jumla. İkisini bir bog'lab bir jumla qilaylik. Muhammadun tawilun lakin Hamidan qasirun bo'ladi. İkincisi Aminatu mujtahidun, uxtuha kasla. Aminatu mujtahidatun lakinna uxtaha kasla. Amina tirishchan, lekin uning qiz qarindoshi qanda? O'rin. هذا الدرس طويل هو سهل. Bu ders uzun. O asan. Endi ikkisini bog'lasak nima deymiz?
هذا الدرس طويل لكنه سهل. Yani lakinniki xuddi kaanniga qo'shilganga o'xshash, inniga qo'shilganga o'xshash, la'alliga qo'shilganga o'xshash domairlar, ya'ni kishilik almashlar qo'shilib keladi. Lakinnahu sahlun deymiz. Sayyarati qadimatun hiya qawiyatun. Mashinam kona, u kuchlik. Mashinam kona, lekin u kuchlik demoqchi bo'lsak, sayyarati qadimatun lakinnaha qawiyatun deymiz. Xo'sh, qolganini o'zinglar ishlaysiz. Yettincisi iqro'il misalayn. İki misalni o'qing. Ondan keyin ka'annani tuvandagi jumlaga kirgizing. Ilman bilgan holatda jazman ka'anna inining qarindoshlarining qatoridan deydi. Ya'ni siz esingizdan chiqarmanki, ka'anna inining qarindoshlaridan bo'lib, o'zining ismisini zavar qiladi deydi. Man hadal fata, bu yigit kim? Ka'annahu akhuk. Xuddi o sizning nimangizdek, qarindoshingizdek deydi. Qaraydigan bo'lsak, ka'annaning ma'nosi xuddi. Hamda asli huvaninki igilik shakli bo'lgan huga qo'shildi. Muttasil shakli bo'lgan, ya'ni ulinib keladigan shakli. Man hadihi tifla, bu bola kim? Ka'annaha ukhtu. Xuddi o sizning qiz qarindoshingizdek. Xo'sh, endi ishlab baqaylik. Huwa zamilik, o saboqdoshingiz. Xuddi o sizning saboqdoshingizdek demoqchi bo'lsak nima deymiz? Ka'annahu zamiluk. Hiya tabiba, o doktor. Xuddi o doktordek demoqchi bo'lsak nima deymiz? Ka'annaha tabiba. Hum tullab, ka'annahum tullab. Xuddi ular o'quvchilardek. Anta marid, siz kasal. Xuddi siz kasaldek demoqchi bo'lsak-chi, ka'annaka maridun. Qolgan ikkisini o'zing anglab baqinglar. Iqro ma yali, tuandakilarni o'qing deydi. Ya'ni biz darsimizning 5-da so'zlab o'tgan siniq sonlar 11 dan tortib 20 qadar. Sizlar buning hammasini 20 qadar pishiq yodlaysizlar. Bu sizlarga topshiriq. Bu bak muhim. Buni yodlanmasangiz keyingi sonlarga o'tolmaysizlar. 9-incisi iqro ma yali thumma uktubuhu ma'a kitabatil arqam al waridati fihi bil huruf deydi. Tuandakini o'qing. Ondan keyin uningda kelgan raqamlarni harf bilan yozish bilan birga uni yozing deydi. Xo'sh, endi bizga bu yerda jumlalarda sonni raqamcha berdi. Endi biz bu raqamcha bergan sonni harf bilan yozamiz. Fil fasli 19 o'g'il o'quvchi deydi. Nima deymiz? Fil fasli o'g'ilken 19 taliban. 9 deb ayol 9 qanday shaklda keladi? Ayollik shaklda. 10 chu erlik shaklda. Ya'ni birlar xonasi qarama-qarshi holatda, onlar xonasi mas holatda keladi. Indi 15 kitaban bil lug'at al-arabiyya va 12 kitaban bil lug'at al-fransiyya deydi. Menda 15 arabcha kitob va 12 fransuz kitob bor deydi. Buni qanday o'zgartiramiz? Indi 15 kitaban bil lug'at al-arabiyya va 12 kitaban bil lug'at al-fransiyya va 12 fransuz kitob bor. Qarang, 12 deymiz. Chunki 12 da birlar xonasi mas holatda keladi. Kitob erlik bo'lg'achqa 12 deb erlik holatda keladi. Ya'ni 12 da ergishib keladi. 11 dimi shu? Xo'sh. Ra'a Yusuf alayhissalom fil manam 11 kavkab deydi. Yusuf alayhissalom tushida 11 yulduzni ko'rdi deydi. Ya'ni 11 qanday keladi? Erlikka ikkili xonasi erlik keladi. Kavkab erlik shaklda kesim. Ra'a Yusuf alayhissalom fil manam 11 kavkaban deymiz. Qolganini o'zing ishlab baqinglar. 10-incisi iqro mali. Tuandagilarni o'qing deydi. Bu darajasan. Biz buni bir qatim tushuntirib bo'ldik. Mana al-awwal muannathahu uning ayolligi al-ula chiqadi. Deymiz at-talibul awwal. Birinchi o'quvchi degan o'g'il o'quvchi bo'lsa al-awwal deymiz va at-talibatul ula deymiz. Demak, bir degan gapning ayolligi ula chiqadi deb bu yerda askarishning sababi biridan boshqa har qandig'ining oxiriga ayollikning ta'sirini akilish orqali ayollik o'zgartira olamiz. Lekin bu birining oxiriga ayollikning ta'sirini akilish orqali o'zgartmaymiz. Shuning uchun bu yerga ayrim holatda bizga bergan. Qolgan 2, 3, 10 qadar hammasining oxiriga shu kichik ta'ni akilish orqali ayollik o'zgarsak bo'ladi. Biz buni tushuntirib bo'lgan, sizlar buni pishiq yodlaysizlar. Sizlarga topshiriq. 11-incisi إنعات الأسماء الآتية بالعدد الترتيبي المشتق من العدد المذكور أمام كل واحد منهما deydi. Her birinin oldida so'zlangan sonlardan chiqqan
tertibi bilan adad tertibi degan daraja sana, daraja san bilan tuvandagi sonlarni sifatlang deydi. Tuvandagi ismlarni sifatlang deydi. Xo'sh, al-yawmni son bilan sifatlaymiz. Ya'ni biz bu daraja sonning birikmasi nima degan? Sifat mavsuflik birikma degan. Masalan, tırnaqning ichida qancha son bor deya 8. 8-chi kuni demak bo'lsak nima deymiz? Al-yawmu thaminu deymiz. Ya'ni al-thamin yawmning nimasi bo'ladi? Sifat bo'ladi. Al-yawm mavsuf sifatlangichi bo'ladi. Al-yawmu thaminu. 4-chi yilisi demak bo'lsak nima deymiz? Sana qanday ekan? Ayollik ekan. Fis sanati rabi'ati. 3-chi o'quvchi at-talibatu at-talibu thalithu. 6-chi qiz o'quvchi at-talibatus sadisatu. Qolganini o'zinglar ishlaysiz. Sizlar darasani yodlab bo'lgandan keyin buni sizlarga ishlamakni osonga to'xtaydi. 12-si yuvajjihul mudarris ila tullab as'ilatan mukawwanatan min alaysa kadalik deydi. O'qituvchi o'quvchilarga alaysa kazalikdan tuzilgan savollarni tashlaydi deydi. An o'quvchilar uningga bala bilan javob beradi deydi. Ya'ni bu shu o'qituvchining so'ziga qo'shilgan holatda. Masalan, anta minal Hind alaysa kadalik, sen Hindistondan shunday emasmi? Anta min Turkiya alaysa kadalik, sen Turkiyadan shunday emasmi? Anta min as-Saudiya, sen Saudiyadan shunday emasmi? Ha, shunday demoqchi bo'lsak nima deymiz? Bala bilan javob beramiz. Cho'qim alaysa kadalikning javobiga nima keladi? Agar bo'lish shaklda javob bermoqchi bo'lsak, ya'ni shu so'g'an savolni biz tasdiqlamoqchi bo'lsak nima deymiz? Bala bilan javob beramiz. Xo'sh, 13-si ayyuhuma. Ayyu qaysi? Bu ilgari darslarimizda chiqqan. Huma u ikkisi. Bu bamair, ya'ni almash. U ikkisining qaysi degan bo'ladi. Masalan, buni o'qituvchilar orasida qiladigan mashq ekan. Yushirul mudarrisu ila talibayn. O'qituvchi ikki o'quvchiga ishorat qilib va yaqul va deydi: "Hadani taliban." Bu ikki o'quvchi ayyuhuma atwal. U ikkisining qaysi egizroq? Va ila kitabayn. Va ikki kitobga ishorat qilib va yaqul va deydi: "Hada kitaban." Bu ikki kitob ayyuhuma ajmal. U ikkisining qaysi chiroyliroq deb shunday o'quvchilar bilan bir aktiv holatda sinfda qiladigan savol javoblar. Agar sizlar saboqdosh bilan o'qigan bo'lsanglar, buni o'zaro bilsanglardan ikki tal kitobni ko'rsatib yoki ikki tal telefonni ko'rsatib yoki ikki dona qalamni ko'rsatib ayyuhuma ajmal, ayyuhuma arxas, ayyuhuma ahsan deganga o'xshash shu ayyuni ishlatishni o'rgansanglar bo'ladi. Xo'sh, saboqdoshlar, unda bo'lsa bugungi darsimiz mushayat oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizda ko'rishaylik. Assalomu alaykum.